Assalomu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz faxrlik yozuvchimiz Xolida Isroil yozgan Altun Kash degan roman o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda biz Keremning radio stansiyasida ishlayotgan vaqtda bir qiz bilan tanishib qolgan yerida to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Ko'chaning oxirida qiz menga nihoyat tavazzu bilan rahmat aytib xo'shlashdi. Shu chaqda men uningdan "Xinim, İsmleri nimidi?" deb so'radim. U "İsmim Gülamber" dedi. Bir necha kungacha bu qizning turqi, chiroyi, tortinib kulib turishlari ko'z oldimdan ketmadi. Ota-onamga deyishni yoki qiz bilan o'zim ko'rishib biqishni bilolmay yurgan kunlarda uyda yana kimdir birisining uyiga elchi avatish to'g'risida gap chiqib qoldi. Men shu amon Gülamber ismli u qizning ismini chiqardim. Ota-onam menga qarshibla qoldi-yu, ortiq gap qilmadi. Keyin ishlarning ipini ham bu atrofdagi hamma odamning asli nasabini bildigan ishonchli kishilarning onamga deb berishicha, Gülamberning ota-onasi tegi pokiz, isil kishilar ekan. Hatto bizning jamiyatgami yiroqroq tuqqanmi keladi ekan. Qiz 25-26 yoshlarda bo'lib, buningdan ilgari ota-onasi 2 qitim qizni bermoqchi bo'lgan yerdan yenib olgan ekan. Ular nasil, nasab surishtirilgan holdor kishilar ekan. Bu gaplar ota-onamga bak yoqdi. Qizni ko'rgandan keyin texmo xushal bo'lishdi. Dadam degandek, vaqt soati kelgan bu ish nihoyat tezla vujudga chiqdi. 2 yildan keyin tunji farzandim dunyoga kelganda, dadam hayajonlangandan "Balam, sizning bolalarinimi ko'rdim, armonimga yetdim" deb yig'lab ketgan edi. Radio punktiga bir shogird tarbiyalab berib, yana ko'cha supuradigan o'rnimga qaytib keldim. Supurgining shart qilgan ovozi adidan kechgacha quloq tuvimdan ketmaydi. Bu zerikarlik ovoz meni goh uzoqda qolgan yillar qo'yniga, goh tumonliq kelgusimning mavhum manzillariga boshlaydi. Ba'zida kechalari tushimdan cho'chib uyg'onganimdimi, quloq tuvimda til haqorat aralashgan shu ovoz anglayotgandek bo'ladi. Tümürdek qattiq süpürgünün şurt qılğan ovozi ichida yillar o'tayverdi. Biz bilan billa ishlaydiganlar birdan, ikkidan ozishga boshladi. Har qitim birarsining masalasi aniqlanib, qalpiqi ilinib, xizmati asliga keltirilganligini anglaganimda xushal bo'latdim. Ammo o'zimning ishlarimni o'ylab, mo'linib, jim bo'lib qolatdim. Baş uchi yo'q qorong'ulikda müdürüp, cho'qirib ketayotgan vaqtingda yiroqdan ko'ringan kichkina uchqun sana olamcha zo'r umid va tasalli baxsh etadi. Shu uchqunga jiningning boricha intilsin. Ammo tirmishib uningga yaqinlashganingda, uning faqatla poqira qo'ng'izning nuri ekanligini ko'rsan. Qalbing yana bir qitim zulmat qorong'uligiga cho'kadi. Ümid və ümidsizlik şeytan gözlərini qısıb meni qiynayotgan shu yillarda o'g'lim tug'ildi. Bolalarım menga hayotning ahamiyatini his qildirib, qaysarlik bilan yashashga ilhomlantiryotdi. 1977-yili yana bir turkum nohaq delo tuzitilib, bir qism kishi ozod qilinishga boshladi. Har kuni menga biror nijotli xabar kelib qolar degan umidda oldimga kelgan har bir kadrga talmirib qaraydim. Viloyat avtonom rayondagi siyosatni amillashtiruvchi organlarga ahvolni aytibmi baqqaydim. Hech yerdan xabar bo'lmadi. Oxir bir kadr yuzimgila. Sizlar mengab o'zlarinimi, biznimi avar qilmaslar. Sizning ishlari cho'ng yerga tutishadigan murakkab ish ekan. Yuqoridan sado bo'lmasa bizga amal yo'q, dedi. To'g'ri. Sizligim amal yo'q. Alloh o'zi bir yo'lini qilar, deb qaytib keldim. Bir mezgil u xiyollarni kallamdan chiqarib etib yurdim. Ko'cha supurginimga beradigan ozg'ina turmush puli bilan 4 jon jinimizni beqib ketolmaydik. Yanala ko'prak ota-onamizga tayinatdik. Meni hammadan bakrak g'amiga soldig'ini kundan kunga cho'ng bo'layotgan bolalarim edi. Ashu gunohsiz norasiylarimi maktabga kirgan kundan tortib, aksi inqilobchi yerlik millatchining bolasi deb yaklinarmi, xo'rlarmi deganlarni o'ylasam, qo'limdagi supurgini tashlab, Urumchiga, markazga maslamni bostirib qo'ygan cho'ng yerga berishni o'ylaydim. Ammo yanala hal bo'lmasdi. Men o'zimni bisib ololmay, masalani texmi murakkablashtirib etsamchi.
Bu dunyoda odillik degan narsa yo'qmidi? 17 yaşımda yuqorining ichili sayrash chaqirig'iga ovoz qo'shib, hukumatning xizmatlariga fikr bergan gunohim uchun hozirgacha ko'rgan, ko'rayotgan kunlarim, tortayotgan jafolarim texi yetmaganmidi? Hukumatga fikr berish shuncha kechirgusiz gunohmidi? Xiyollarim har qancha qahrlik bo'lsa-mu, supurgini tashlab qo'ya olmaydim. Texi nada hashar bo'lsa bormay amalim yo'q edi. Kemsitish, buyruq, do'q popuzlarni anglamay amalim yo'q edi. Aradan 2 yil o'tib 1978-yilga kelganda Şinjan Universiteti siyosati amillashtirish ishxonasi avatgan beshimdagi yerlik millatchi qalpiqining ilib tashlanganligi haqidagi aloqani ko'rganda dastlab ko'zimga ishnalmay qoldim. Biroq bu rost edi. Beshimdagi ikki cho'ng tog'ning biri ilib tashlangan edi. Yana birsi yanala beshimni besib turib Lekin buningga shukr demay bo'lmaydi. Ikkinchili bahor boshqachalar illiq keldi. Mart iyi kirmeyla toңlar erib, etis eriqlar yeşillik burkendi. Eriq östanglar bahar sularıga toldi. 16 Mart cuma etigeligi çoğun yığın içilib, koça başqarımız təbəligideki 54 nəfər 4 xil unsurning beşidiki pomishchik, baydihqan, buzuq unsur, əksi inqilabçı qalpaqları ilib taşlandı. Men şularning biri edim. Yığında partiyamızning nahaq xata yalğan delolarni aqlab bizni yangi hayotga erishtirganligiga bo'lgan minnatdorligimizni bayon qilib so'zildim. Qashqar gazetiga talay yildan buyon ko'cha boshqarmamiz tabasidagi bir muncha odamning shillisini bisib nafas oldirmay kelgan qalpoqlarning elitilganligi to'g'risidagi bu xabarni yozayotgan chog'dagi hissiyotim intayin murakkab edi. Albatta xushal bo'lmagan deyolmayman. Xushal bo'ldim. Bu men uzundan buyon tashna bo'lgan kunlar edi. Ammo nimishqidir ko'nglim buzilib, o'pkam o'rlib turadi. Bir necha kundan keyin qisqagina bir abzas xabarga avatilgan 1 yuan qalam haqqining chekini topshirib oldim. Pochtaxonada xeyli uzoq 3 ratda turib olgan kona 1 yuanlik pulni qo'limda tutib turgunimda u qo'limni eg'ir bisib turgandek bilindi. U aran 1 yuan bo'lgani bilan menga nihoyat ko'p narsadan derak beradi. Buningdan dal 20 yil ilgari men jismoniy va ma'naviy erkinligimdan, jumladan siyosiy huquqimdan ayrilgan edim. Bir ko'plish she'r, birer abzas maqola e'lon qilish emas, yezishqimi ruxsat yo'q edi. Garchi bu jarayon nihoyat uzun so'zilgan, yosh zehniy kuchim urg'ib turgan yillarni yalmab ketgan bo'lsa-mu, oxiri oyoqlashqa edi. Biz bu kunni ota-onam, urug' tuqqan yaqin yo'riqlar jam bo'lib birlikda tabrikladik. Men uzundan buyon bunda xushal bo'lib baxmagan edim. Ammo o'zim xushallik ichida tursam-mu, ko'nglimda yana ba'zi tugillar bor edi. Maslam texi hal qilinmaganlikdan xizmat ishimning qanday bo'lganligini bilmaydim. 1000 yillik qarmuzlar bir tomchidan erishga boshlaganda, uning jo'shqin iqimiga aylanishini hech narsa to'sib qola olmaganga o'xshash, taqdir qo'lviqim xayrlik manzilga yuzlanganda, ishlarimning keyingi taraqqiyoti o'zim tasavvur qilmagandek darajada o'ngishli bo'ldi. Ma'arif idorasining mas'uli bilan ayni yillardagi bir o'qituvchim mening o'rta maktabda vaqtliq o'qituvchi bo'lib ishlab turishimga yordam qildi. Bu yerda men yana o'zim suydigan adabiyot bilan ayni yillardagi o'zimga, Kamolga, G'opirjonlarga o'xshaydigan she'r hikoya haqida gap ichilsa, ko'zlari o'tdek chaqnab ketadigan yoshlar bilan uchrashib, xuddi yoshligimga qaytgandek bo'lib qoldim. Ularning sabiylik va oq ko'ngillik chiqib turadigan mulohizalarini, savollarini anglaganimda ularning men uchirgan baxtsizliklarga uchirmasligini, yo'llarining ravon, dag'dam bo'lishini chin ko'nglimdan tillaydim. Bir yili Urumchida ma'lum jurnalda ishlayotgan Kamol Qashqarga keldi. Ikkimiz ko'rishib uzoq mungdashdik. U o'zining muhayyat yo'li uncha o'ngishli bo'lmaganligini, ayol ikkisi Şinjan institutida aksiyatchi tashkilotga qatnashgan ekan degan gumon bilan to'kmat bilan bir mezgil xizmatdan ayrilib qilib, 5 bolasi bilan sarson bo'lib yurganligini, bir necha yilning oldida xizmati asiga kelib, hozirgi jurnal takrar bo'limiga o'rinlashganligini so'zlab berdi. Məmu onunğa türmədə görgən bilgənlərimni, qalpıqım ilinib siyasi huququm asiga kelgan bolsumu, rasmiy xizmatga erişəlməyənlikimni aytdim. Men sana burulu degan, siyasi bilan o'ynash qil bo'lmaydi adaş. Sen o'zingga o'zing qilding. Talantingni, yoshlik hayotingni zoya qilding. Yillar hammamizni o'zgartdi, qiritdi. Hammamizning o'z dardimiz bor.
Lekin sen ko'rinishda o'zgargan bo'lsangmi, mohiyatda o'zgarmabsan. Xili cho'ng bo'lib qolgan chog'laringdimi senda bolalarcha bir sabiylik bor edi. U sabiylik senda hozirm bor ekan. Demak, sen qirimabsan deb chaqchaq qildi va oxirida yana "Yelimi kechikmaysan. Ilgari yozolmaganlaringni endi yoz. Men ketguncha yaxshi she'rlardan bir nechini tayyorlab qo'y, olg'ash ketay. Lekin kona xo'ying tutib qolmasin. Vaziyatga uyg'un qilib yoz", dedi. Men uningga rahmat aytdim. Bir chaqlarda hamma odam mendan o'zlarini chatga olganda, u meni yo'qlab kirgan. Hozirmu matbuotlar texi mening asarlarimni ishlatmaslikni bilolmay turgan bir paytda u mendan she'r so'rab keldi. Meni yangi bir manzilga chillab keldi. Men uningdan qandoqmi minnatdor bo'lmay tura olmayman. Kamal hozir o'zi ishlayotgan yangi ta'sis qilingan jurnal haqida nihoyat hayajonlanib so'zildi. U hozir tahrirotdagi asosiy muharrirlarning biri bo'lib qopti. Yoshlarmi, cho'nglarmi asar ishlatishda uning og'ziga qaraydi ekan. Buningdan keyin yozgan asarlarimni faqat siyosiy o'lchamga uyg'un kelsa-la, alohida e'tibor bilan ishlab beradi ekan. Ikkimiz bu sapga birga kirgan. Oxirdimi birga bo'layli. Biz o'zaro obdan hamkorlashayli, dedi Kamal xo'shlashilgan chaqda. Kamal ilib kelgan ta'sirat tufayli tuyg'ularim, xiyollarim jonlanib kechini uyqusiz o'tkazdim. Tong saharga yaqin ko'zim ilinishi bilanla yaqinki kunlarda xiyolimdan yiroqlab ketgan bir kishini, ya'ni Arif akani tushaptiman. U mening emgak bilan o'zgartish maydoniga yangi borgan vaqtlarim ekan. Harg'inlik, ochlik, parishonlikdan karotimda uyan-buyan o'rilib yotsam, u yenimga kelib so'rg'idek: "Nima bo'lding, o'g'lim? Ba xiyolchan ko'rinasan. Qilganlaringga pushaymon qilyapsan?" Ba'zida pushaymonmi qilaman. Shu she'rlarni, shu xatni yozmagan bo'lsam, bu kunlarni ko'rmasdim. Yaxshi yerlarda ishlab, rohatlik turmush kechirgan, chiroyli bir xotinim, bolalarim bo'lgan bo'ladi. Sen texibak yosh, mushundoq o'ylashing tabiiy. Lekin sen shoirlikni tanlagan ekansan, uning jafosiga chidashing kerak, o'g'lim. Allah yaxshi, go'zal narsalarning hammasining kushandisi bilan, gulni tikini bilan, oshiqlikni jafosi bilan yaratgan. Rohat farog'at, amal mansab, soxta shon shuhrat qo'yida yaltiroq so'zlar, qobiyalar bilan yolg'on misralarni xajlab, o'tganlar qandoqmi shoir bo'lsin. Ömrida biror qitimmi rost gap qilolmagan, ko'ngildagini izhor qilish baxtiga erisholmagan shoirdan bechora odam bo'lamdi, o'g'lim. U yangroq ovozda nimadir deklamatsiya qilg'ach mendan yiroqlab ketdi. Men uni butkul vujudim bilan berilib angladim. Anglaganlarim dilimga muhr bosgandek o'rnashib qoldi. G'ayrat, shijoat, savob, ibodat, tamo xushomat, la'nat, ahonat. G'ayvat, shikoyat, erur, jinoyat, hasrat, nadomat, tushdur, qabohat. Hasad saqaymas, o'smi jarohat, iroda turuk, ishonch, imorat, insonni odam qilur sadoqat, yurt elga motam, erur xiyonat. Sotqin vatanga keltirar ofat, suxanchi elni qilar malomat, qilar yolg'onchi harom tapovat, qul bo'lib o'tar ko'rmas halovat. Numus boshqa toj, hayo fazilat, vijdon hurmatdir, qo'zg'ar jasorat, jur'at qilishdir, g'urur inovat, umid mash'aldir, bilim saodat. Uyqum ichilib ketdi. Heyla anglagan misralarni ichimda yana bir qitim takrorladim. Dilim yo'rib ketdi. Yozganlaridek yashayolgan, olmos kabi sop va qaysar, aqidasi yo'lida, haq yo'lida, bu dunyoning rohat farog'ati, izzat hurmati, bola-chaqa mehridan voz kechib, eg'ir emgak, yirik tomoq, xo'rliqni tanlagan. Atrofdagilarni bir-birlab erkinlik uzutib, bu dunyoning jafo mushaqqatini yolg'iz o'zi ustiga olgandek, yili ham qafasda yashayotgan bu inson hayotimning burilish paytida meni unutib qolmagan edi. Yoki yushurun engimdagi aslimalar menga uni unutib qolmaslikni eskartib atadi.
Xuddi tumanlıq kechilarda tuyuqsiz valildab nur chechib adashgan kemilarga yo'l ko'rsatgan mayakdek u menga yo'l ko'rsatyotdi. Kamal tabiatdagi va ko'nglimdagi bahor tuyg'usini, chin hissiyotimni ifodalagan bir she'rimni ilib ketdi. Uzun o'tmay she'rim jurnalda e'lon qilindi. Dal shu yili Abnum rayon bo'yicha munavvar asarlarni baholash bo'layotgan ekan. She'rim baholanib qapti. Kamaldan xush xabarni anglab, atsla Urumchiga munavvar asarlarni mukofotlash yig'iniga chaqirtilgan taklifnomani topshirib oldim. Tuqqanlarning va yaqin yo'riqlarning maslahati bilan yig'inga aeroplan bilan bordim. Bu mening hayotimda tunji qitim aeroplanda o'ltirilishim edi. U vaqtlarda Qashqar Urumchi oraliqida uchadigan kona kichik aeroplan ko'nglimni elashtirib bearam qilgan bo'lsa-mu, bir necha soatda Qashqardan Urumchiga berib bo'lish men uchun mo'jiza kabi ish edi. Urumchiga boshqalardan 3 kun burun berib bo'lganligim uchun vaqtim yetarli edi. Men maxsus bir kunni ajratib, ana maktabimni, sinf yotoqlarni, daraxtliklarni, maktab atrofidagi yo'llarni aylandim. Qizil bino oldida xiyollarga cho'mdim. Maktab oldidagi do'stlar bilan qatorlashib, naqsha aytishib mangdigan yo'ldan pastga qarab ketayotganimda 15-16 yoshlik vaqtlarim, saboqdosh do'stlarim ko'z oldimga keldi. Ammo hozir ular yo'q. Ko'chalarmi o'zgarib ketgan. Oldimizga qadamda bir uchrashib turadigan, biz taniydigan mashhurlarmi shu yillar bilan tang ketib qolgan. Qalb ko'zing bilan baqsang, ko'chalar qog'jirab qolgandek ko'rindi. Maktab yinidagi mo'zdoz o'ltirgan yerga birdam qarab turdim. Chiroyini soqol burut bosgan, mijozi chus ashu buvay hayot yo'limga ta'sir ko'rsatgan odamlarning biri edi. Men uning bilan tanishmagan bo'lsam, balkim boshqacha yashab, boshqacha bir odam bo'lgan bo'lardim-mikin. Ko'cha bo'ylab Do'nko'rikka berib, Do'nko'rik soda sarayidan ayolim va bolalarimga sovg'atliq oldim. Qaytib chiqib etib, yon tarafdagi bo'shliqda qator o'ltirishgan mo'zdozlarga ko'zim tushishi bilanla yuragim jig'g'ita qilib qoldi. Mo'zdozlarning oldidan tunish bir chiroyni izlab nech o'tdim. Uni uchirtishim mumkin emasligini bilatdim-yu, bo'ldi qilib yo'limga mang'um kelmaydi. Oxiri cho'ng yoshliq bir mo'zdozning oldiga berib, somkamning beg'ini o'nglatqach, ayni yillardagi Shinjang institutining oldida o'ltirib, yamoqchilik qildigan bir odamni tuniydigan, tunmaydiganligini so'radim. Qeri mo'zdoz birdam o'ylanib ketib, u yerda ish qilganlar oz emas. "Avu tili ojiz birodarmi, ilgari shu yerda o'ltiratdi", dedi. "Yo'q, u odamning tili ojiz emas edi. Nihoyatda gapdan, ko'p ishni bildigan odam edi. Anglashimcha ilgari cho'ng o'tgan kishilarning balvoqisi ekanmish." Ha. Hiliq apandim deydigan o'xshamamla. Uni hamma odam apandim deydi. Ishki puti polash edi. Atdiganda bir qo'shnisi uni qo'l harvusi bilan mush yerga akilib o'ltirg'izib qo'yatdi. U bishi bilan yindiki o'rnini ishorat qildi. Kechda olg'ash ketdi. Bichorning qoraydigan balvoqisi yo'q edi. Taliga Alloh uningga oson o'lim berdi. Bir kuni mush yerda o'ltiribla ketib qolgan. U bir qish kuni edi. Men uning palashligini bilmaydiganman. Yoki keyin ish qilib madaniyat zo'r inqilobidan tortib biz mashada bilib o'ltirdik. U chaqda palash ekan. U ilgari shu maktabning oldida ish qilgan ekanmish. Itini bilamdilar? Yo'q. G'amgin bir tuyg'u ichida u yerdan ayrildim. Bugun atdigan Osim bilan Kamal ikkisi men tushgan mehmonxonaga meni izlab kelgan ekan. Uchimiz xeyli uzoq paranglashib o'tirdik. Ulardan xeyli ko'p pishqandam o'qituvchilarimizning, biz biladigan, hurmatlaydigan kishilarning vafot bo'lib ketganligini anglab ko'nglim to'liq yerim bo'ldi. Demak, 20 yil. Tinchsiz 20 yil talay ishni o'zgartirishga qodir. 17-18 yoshlik Kerem, Kamal, Osimlar qani. Ikkinchi kuni Kamal bilan bir necha kona tunishlarimizni yo'qladik. Atsi yig'in ichildigan 8 qavatlik mehmonxonaga kelib, tizimga oldirdim. Yig'in qatnashquchilarini tizimlaydigan yigitga ismimni aytib berib olsam, yigitning yinida bir materialga qarab o'ri turgan 50 yoshlardagi illiq chiroy bir odam ittik beshini ko'tarib, "Voy, siz shoirimiz Keramjon o'xshamamsiz?" deb so'radi. "Shundoq, men Keramjon bo'laman" deb bo'lg'icha u kishi oldimga ittik kelib, qizg'inlik bilan qo'limni tutib olib, silkib turib, "Bak yaxshi bo'pti,
Bək yaxşı boptu. Mən sizni keləlməy qalarmıkin deb ənsirgəydim. Mening ismimmi Kerem. İkimiz o'xshash ismdoshkanmiz. Men yozuvchilar jamiyatida ishlayman. Sizning ishlaringizni men burunli anglagan, lekin yaqinqi ahvolingizdan to'liq xabardor bo'la olmadim. Yuring, men sizga yotoqni ko'rsatib qo'yay, deb somkalarimni ko'tarishib, meni liftga boshladi. Ko'zni yumib ochqicha 5-qavatga chiqib bo'ldik. U kutkuchini chaqirtib, bir yotoqni ochqizib, meni kirishga taklif qildi. Ikkimiz yotoqda bir pas paranglashdik. U mening ahvolimni tafsiliy so'rab, masalaning texi hal qilinmaganligini bilgandan keyin nihoyat afsuslanib, "Siyosat nihoyat ochiq-ku. Asosiy qatlamdagi ba'zi kishilar bu xizmatni nemishqa shundoq kayding so'raydigan-du", dedi. Chiqish oldida, "Keremjon, siz yuqori rahbarlikka qaratib iltimos yozib tayyorlab qo'ying. Ata deganda avtonom rayon rahbarlari yig'inning boshlanish murosimiga qatnashqili keladi. Ular sahnadan ayrilish bilanla men sizni raisning oldiga boshlab olib tunishtirib qo'yay", dedi. Uning oxirgi so'zlaridan qalbim larza keldi. U rostilla meni raisga tunishtirib qo'ydiganligini aytdi. Xuddi odatdagi bir ishni so'zlayotgandek. Mening ishim xuddi o'zining ishidek. Shunchalik tabiiy so'zildi. Ko'p yildan buyon rais degan bu nom kech-kunduz xiyolimdan chiqmaydi. Ular meni raisga nim deb xat yozding? Maqsading nima edi? Deb sonsiz qitim so'roq qilishgan. Rais desa yuragim jig'ildaydigan holga akilib qo'yishgan. Rais rostilla mening so'zimni anglab, men uchun ikki eg'iz haq gap qilib qo'yarmi? Әтісі yig'inning boshlanish murosimida men sahnaning o'tirida o'ltirgan, so'z qilib yig'inimizni va mukofotlangan avtorlarni tabriklagan oq yuzlik, illiq chiroydan aqlliq odamlarga chiqib turgan raisga uzoq qarab o'ltirdim. Qaragancha ishonchim ossa yana bir turib dakka-dukiga tushib qolatdim. Agar menga "Sizning ishingiz murakkabroq ekan, o'zingiznimi biznimi avor qilmang" desichu. Kutgan minutlar oxiri keldi. Rahbarlar sahnadan ayrilishdan sal ilgari Kerem aka meni zalga boshlab elib chiqqan edi. Rais yig'in maydonidan chiqib ketayotganda, u Udul raisning oldiga bordi. Uning bilan do'stlarcha yaqinlik va hurmat bilan ko'rishib bo'lib, ulardan sal nerida turgan meni sharatlab chaqirdi. "Rais, bu yoq dangliq shoirimiz Keremjon bo'ladi. Uzun yil dard tatqanlarning biri. Yaqinqi yillarda qalbig'i elevitilgan bo'lsa-mu, masalasi texi hal bo'lmabdi. Uningga o'zingiz atadorchilik qilib qo'ygan bo'lsangiz", dedi. Rais menga qarab kulib qo'l uzatdi va "Sizning ishingizdan xabarim bor, lekin masalangizning texicha hal bo'lmaganligini bilmaydi ekanman", dedi. Uning illiq yumshoq qo'li bilan qo'limni ching siqib ko'rishishi yuragimdami illiq tuyg'ularni uyg'otdi. Men ittik iltimosimni ilib ikki qo'llab uning sundum. U iltimosimga bir qo'r ko'z yugurtib bo'lib, "Hal qilishga tegishli masala ekan. Iltimosingizga tasdiqsilib, yuqori sud mahkamasiga tushirib beray. Siz adila yuqori sudga bering", dedi. Shu kuni kechgacha tush ko'rayotgandek bo'lib yurdim. Urumchidagi eng oliy mehmonxonada Shinjongning hamma yerdan kelgan qalamkashlar bilan uchrashish, cho'ng-cho'ng ishlar to'g'risida fikr bayon qilish, mukofotlanib olqish tabriklarga noil bo'lish, rais bilan ko'rishish, mushaqqat tugmallarida tortilib, yuqori bisimli tahdid, majburlanish, til haqorat ostida yanchilib, insonligi, haq huquqlarini asga olgudek holi bo'lmagan, yiligicha yeklinib, dakka-dukidan qutulolmay kelgan mendek odam uchun uxlab tushigimi kirmagan ishlar edi. Konu tunushlarim, savaqdosh do'stlarim, tunimismi ismimni anglaganlar meni izlab kelib, qo'limni qisib muboraklashdi. Yaxshi tilaklarini bildirishdi. 20 yillik darddan hech narsa bo'lmagan yuragim xushalliqqa chidamaydigandek qiladi. Xushalliqim avjiga chiqqan shu chaqlardimi, nimishqidir Arif akani asildim. Uning temkin turqi, sinchi ko'zlarini qisib, ma'nili kulimsizlashlari ko'z oldimga kelishi bilan hayajonlarim qaynayotgan qozonga suv quyilgandek bisiqdi. Bu so'rinlar, bu maqtilishlar, bu shodliqlar hayotning chin ma'nisi emas edi. Oxirlashmaydigan so'rin bo'lmaydi. Bepoyon ham rahimsiz hayot har yerda har xil tusda o'z qonuniyati bo'yicha davom qiladi. Bir shoir uchun uningda baxtdan to'la fojia,
Xuşallıqdan tola qayg'u bar edi. Texi siri ichilmagan talay haqiqat. Nahaq azab chekayotgan talay inson bar edi. Ularning qadr-qimmati ko'pincha niqob ostida, qora to'proq qo'ynida, turmalarda, mig'miq odamlar orasida yoki cho'l bayovonlarda ko'milib qolatdi. Bir shoir sun'iy rang ko'rinishlarga, ko'pikdek laylab yurishlarga odatlanib qolmasligi kerak edi. Keyingi bir necha kunda yig'inning o'rinlashtirishi bo'yicha ekskursiya va boshqa faoliyatlarga qatnashdim. Raisning gaplarimi quloq tubimda turdi. U "Atila yuqori sudga bering" degan edi. Bizning u yerlarda atila bijirimiz degan ishmu biror oysiz hal bo'lmaydi. Shunga yig'inni tugatib borsam muvofiq bo'la, yuqori suddagilarnimi bek oldirtib qo'ymay deb o'ylaydim. Yuqori sudga borgan kunim bildimki, raisning tasdiqi tushgan hamon ular maxsus guruhlar tashkillab, mening maslamni hal qilishga tutish qilgan ekan. Borgan kunimla yuqori sudning 10 necha yillik kesimni bekor qilib, gunohsiz deb chiqargan yangi hukmi stajim, maoshim, xizmatga tayinlashim to'g'risidagi hujjatlarni biroqla qo'limga tegdi. Stajim 1959-yili 1-oydan boshlab hisoblanib, universitetni bitkizgan yangi o'quvchilar qatorida xizmatga taqsim qilindim. Agar yozg'uvchilar jamiyatidagi ashu hurmatlik zot chin ko'ngildan yordam qilmagan bo'lsa, men davomliq yurtimda vaqtliq o'qituvchi bo'lib ishlayvergan bo'lardim. Hech kim menga staj hal qilib bermaydi. Maslamni hal qilish yo'lida nurg'un agri yo'lni besib, kimlarningdir ishiklarda sarg'ayib, umid bilan umidsizlikning g'ova manzillarida yana talay yilni o'tkazgan bo'lardim. Biroq men umrimda uningga bir eg'iz rahmat aytolmadim. Og'rib yotgan kunlarida uning kesilini biror qatim yo'qlab borolmadim. Vafot bo'lgan cheg'ida tavuti orqasidan mangolmadim. Ammo men uni yiroqda turib cho'nqur hurmat va seg'inish bilan davomli yod etib turdim. Men oxiri tinch ozoda muhitqa, o'z iqtidorimga loyiq xizmat o'rniga talay yildan buyon mo'nglinib to'xtab qolgan qalbimni qayta javlon qildirish imkoniyatiga erishdim. Bolalarim sog'lom cho'ng bo'lib, oliy maktablarni bitkizdi. Ammo mehribon ota-onam o'z vazifasini ado qilib, tinchsiz xushalliqidan azob oqibati to'la hayot yo'lini besib tamomlab, birsining keyindan biri u olamga ketib qoldi. Men qizimning vujudidan yurish-turishdagi so'lkatdan, har bir biqishi, miyiqida kulishlardan, g'amguzorligidan onamni ko'raman. Gullikda, balkonda, derizlarimda vichirlab sayrishadigan qushlarni ko'rsam, dadamni eslayman. Ruhi xushal bo'lsin deb, har atiyozda kichik issiq yog'och uvularni yasab, balkonimga, daraxtlarga esib qo'yaman. Qushqashlardan terib yesin deb, har kuni balkonimga don chechib qo'yaman. Ashu kichik omoq jonlarda shunchalik sezgur qalb bor. Ular mehr muhabbatdan bahramand bo'lishni emas, minnatdorlikni bildirishni biladi. Dikildab don terib yeb yurganlarida menga xuddi ular kulayotgandek ko'rindi. Ularning sayrashlari boshqacha yoqimliq, yangroq anglandi. Shunda qilib bu qatimliq o'qishimiz mushargacha bo'ldi. Kelar qatim ko'rishaylik, xayr xo'sh, Allohga omonat.